Bizda qish boshlandi. Ra'noxon perchatkalarigacha kiyib olgan. Boshiga shapkasini kiymadi. Chunki oldingi safar shapka kiygizib, quloqchinlarini taqib yuborganimda o'rtoqlari kulgan ekan. Hali unaqa sovuq emas-ku deb. Bir pasda qish kelib qoldi, o'rtoqlar. Kuzgi kiyimlarimni bittasini ham kiy olmadim. Ra'noxonning sochini kestirgandik, ya'ni. Yana o'sibdi. Endi kestirmaymiz sochini. Voy ana o'rtog'i quloqchin boshiga shapka kiyibdi. Bu qiz soch boshiga shapkasini ham kiymadi, quloqchinini ham taqmadi. Koreyada kuz juda ham chiroyli bo'ladi. Daraxtlar sap-sariq, qip-qizil, har xil ranglar bo'ladi. Ha, arasa o'rtog'ini ko'ryapti. Bog'chamizda avtobusni kutamiz endi. Massa, oy. Kuba, ana sovuq deyapti, aytganini qilmasdan. Kichik.